Endi O'zbekistonda mol-mulk yoki yer solig'idan qarzi 1 million so'mdan oshganlarga elektr energiyasi uchun to'lov cheklanishi mumkin. Gap shundaki, 2026-yil 1-yanvardan boshlab hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati billing tizimi orqali jismoniy shaxslarga tegishli mol-mulk yoki yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirish mexanizmi sinovdan o'tkaziladi. Bu haqda soliqlarning yig'iluvchanlik darajasini oshirish va faol soliq to'lovchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilangan. Hujjatga asosan soliq qarzi 1 million so'mdan oshgan fuqarolarning elektr uchun to'lov qilish imkoniyati vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bunday yondashuv avval chiqindi yig'imi xizmatidan qarzdorlarga nisbatan qo'llangandi. Endi soliq qarzdorlariga ham shunday mexanizm joriy etilishi kutilyapti. Eksperiment Namangan viloyatida 2026-yildan boshlab o'tkazilishi reja qilingan va 2026-yil 1-oktyabrga qadar uning natijalari asosida tizimni boshqa hududlarga ham kengaytirish bo'yicha takliflar tayyorlanadi.